yeganingizda me'dangizga tegib qolmaydi. Zebrali pirogni boshqacha talqinda pishiramiz. Emma uncha-muncha pirojnini yemayman deydiganlar bitada yeb qo'yishadi. Avval tuxumlarimiz oqini xuddi shunaqa qattiq ko'pik holatga yeguncha ko'pirtirib olamiz. Ustidan ozgina shakar va razlikitini solib, oltin dona sifatli unlardan ozgina solib, elakdan o'tkazib, qoshiq yordamida aralashtirishda davom etamiz. Biskvitimiz massasini teng ikkiga bo'lib olamiz va bittasiga 2 qoshiq kakao, bittasiga 2 qoshiq un solib, un sarig'ini ham teng ikkiga bo'lib olib sovolamiz. Xohlasanglar mishokka solib, xohlasanglar qoshiq yordamida listlarimizga qo'yib olamiz. Bu jarayon sizlarga qiyin tuyulishi mumkin, aslida unaqa qiyin emas. Qoshiq yordamida ham bemalol qo'ya olasizlar. Xohlasanglar hech qanaqa forma tushirmasdan shunday pishirib olsanglar ham bo'ladi, lekin men chiroyli bo'lishini xohlagan holda xuddi shunaqa serdichkalarni chizib chiqdim. Qizib turgan duxovkaga yarim soatga qo'yib pishirib olamiz. Sizlarga va'da qilgan o'sha me'daga tegmagan kremimga tvorojniy sir, shakar, qaymoq va kakao kerak bo'ladi. To'liq ma'lumotni opsiyaga yozib qo'yamiz. Biskvitimizni teng uchga bo'lib, propitka qilib yig'ishni boshlaymiz. Bu sharoitda sizlar bilan tayyorlagan 200 ml shokoladlarimizni sepib, xuddi shu shaklda yig'ib olamiz. Tayyorlab ko'radiganlar videoni saqlanib qolinglar, xo'p.